Assalomu alaykum. Hurmatli Telegram, Instagram ko'rsatuvini tomosha qiluvchi obunachilar. Mana men tezki ro'zama adning gulini opbeshga tushibdi, shiringa. Men shunday holatda 10 minut cho'miltiraman. Issiqdan iloqroq suv. Men shunday qilib hammasini cho'miltiraman. Shirinjalarni yuvaman. Keyin shu vannada bir sutka qoldiraman. Ertasiga ham xuddi shunday qilib yuvintiraman. Yana bir sutka qoldirib, 3-marta yuvintirib dorilayman. Yoki aptara yoki iskira qandaydir shirinjaga qarshi dori bilan dorilayman. Keyin yana o'ziga ketib ketadi. Bo'lmasa oqpeshadan saqlash qiyin. Xuddi shunday yuvintiraman. Adin yuvgullarim ham bor, mana. Bularni ham xuddi shunday yuvintiraman. Mana. Ochilishni boshlabdi. Xudo xolasa. Mana shunday yuvintiraman, xudo xolasa. Keyin yana bularni ham dorilayman. Bir sutka, 2 sutka xonaga kirgizmay shu yerga qo'yaman. Men shunday qilib shirinjasini yo'q qilaman. Shunday qilmasa, dori sepganingiz bilan yo'qolmaydi. 10 minut, 15 minut cho'miltirish kerak. Issiqdan iliqroq suvda. O'shanda yana shirinjaga qarshi chiqa olasiz.